Assalomu alaykum onajonim, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Bizani dasturimizga birinchi bo'lib sizni niyat qilgan edim. Mani onam, mani ustozim qalbimga tugib qo'ygan edim. Onamni birinchi bo'lib taklif qilaman. Ish faoliyatim kengayib, o'zim xohlagan darajaga chiqqanimdan keyin ustozlarni ustozi, ya'ni onam. Sizni ko'rib turganimdan, studiyamizda mehmon bo'lib turganingizdan juda ham xursandman. Bu joygacha kelish, o'zingiz bilamiz, boshimizdan nimalar o'tkazdik, qanaqa kelyapmiz. Lekin o'quvchilarimga, kelgan mani kuzatuvchilarimga qiziq. Muxlisaxon, sizni onajoningiz bilan ko'rmoqchimiz. Sizdagi qizni qanaqa tarbiya qilganlar? Biz qiz farzand tarbiya qilyapmiz, lekin xo'p deydigan, qalbi yumshoq, onaga do'st bo'ladigan, dugona bo'ladigan darajaga chiqara olmayapmiz deyishyapti. Shuning uchun o'zingiz maslahatlaringizni bersangiz, meni birinchi savolim shu bo'ladi sizga. Qanaqa qilib bizani tarbiya bergansiz va sizni xafa qilganmiz, gaplar qaytarganmiz paytida, balki qadringizga yetmagan joylarimiz bo'lgan, lekin siz umuman bilan bildirmagansiz-da bizga. Juda ham o'sha katta bo'lganimizdan keyin buni qadriga yetyapmiz. Qanaqa tarbiya berish kerak ona qizga? Avvalambor shu darajaga yetganingga behisob shukrlar aytaman. Sizlar mani hayotimda juda ham yaxshi qiz bo'ldinglar. Hozirgi kunda ayniqsa bu narsaga yana ham shukr qilaman, yana ham hamd sanolar aytaman. Shu oqila, shu ilmli, sabrli, matonatli qiz tarbiya qilish uchun avvalambor bu balki Allohning bergan fazli karami deb 100% ga ayta olaman. Bu Allohning menga ham, sizlarga ham bergan Allohning fazli karami. Keyin yana aytaman, bu adini halol luqma yedirganlari deyman. Allohga behisob shukr, shunaqa hunarli, ilmli, oliy, toifali ota bergani uchun behisob shukr. Agarda otalarni darajaga bo'ladigan bo'lsa, eng oliy darajaga shu adiylarni qo'yaman. Ham mehnatlari bilan, ham halolliklari bilan, to'g'riliklari bilan, soddaliklari bilan. Bu faqat mani mehnatim demayman, bu yerda 50 yillik adiyni ham mehnatlari bor deyman. Keyin endi shu farzand ne'mati bergandan keyin xoh qiz bo'lsin, xoh o'g'il bo'lsin, buni endi chiroyli bajarish onaga bog'liq bo'ladi. Shu onaga bog'liq bo'lganda o'zim ham yaxshi ham shu onam hammamizni oliy ma'lumotli qildirgan ekanlar. Shunga juda ham xursand bo'laman. Onamdan, otamdan juda ham minnatdormanki, bizani oliy ma'lumotli 6 ta farzandni oliy ma'lumotli qilib o'qita olishdi-da ular. Avvalambor bu bitta mani yutug'im emas, o'sha mendan oldingi onalarni ham yutug'i deb bilaman-da. Buvlaring, shu o'zingni onamni ko'rgansan, onamni ham mehnatlari deyman. Yana bu yerda shu qiz farzandmi, o'g'il farzandmi, men o'zim o'ylayman, astoydil shu onalik vazifasini bajarish kerak deyman. Buning uchun izlandim men ham, buning uchun ilm oldim. Ko'rvasan hozirgi shu oxirgi paytda ham yana ilmdaman. Bu o'zidan o'zi bo'lib qoladigan narsa emas-da. Baribir ilm yo'li bilan shu hayot yo'lini baravar olib borgangina shu narsaga yetishadi deb o'ylayman-da. Hamma taraflama baribirga ham onalikni to'g'ri ushlab berishni ham ilmini o'rganish kerak. Ayollikni ham o'tirib, mamda telefonni yoqib qo'yib, darsingni qil desang bo'lmaydi. Uning uchun o'zing ham baravar dars qilishing kerak. Yoki bo'lmasa, ana uyni supurib qo'y deganing bilan u uy supurilib qolinmasligi ham mumkin. Qolin agar supurib qo'ygan bo'lsa, qo'yningdagidek chiqmasligi ham mumkin. O'shani birga qilish kerak. Darsni ham birga qildik. Osh-ovqatni ham birga qildik.
vaqti kelsa she'rni ham birga yodladik, namoz o'qiydigan bo'lsak namozni ham birga o'qidik. Shunaqa qilib sekinlik bilan chiqib keldik-da bu yo'lga. U o'zidan o'zi bo'lib qolmadi-ku, hayotimizda ko'rdik-ku endi. O'quvchilar ham qilish kerak bo'lgan shu onalik maqomini go'zal ushlash uchun 3 ta chiroyli tavsiyangiz nima bera olasiz? Mana shuni qilinglar qizlar. Mayli er-xotin munosabatida kamchilik bordir, hozirgi ayollarda. Qaynona kelin munosabatlarida bir og'riqli nuqtalar bordir. Balki yetishmovchilik bordir kimlarning hayotida. Lekin shu 3 ta vaziyatni hech qachon unutmasdan bajargansizda. Men undan ham ko'pini bilaman. Lekin siz o'zingiz mana praktikangizdan kelib chiqib, shu holatda ham ushlab turgansiz. Yana o'sha oldinga qaytaman, onalikni astoydil bajarish kerak-da. Onalikni astoydil bajarsangina bu narsaga yetishasan. Endi onalikni qanaqa bajarish kerak desa, shu faqatgina o'zingni onangdan o'rganmas ekansan-da, balki qo'shnini onasidan ham o'rganishing mumkin-da san. Balki ustozingdan ham o'rganishing mumkin-da. Agarda ustozim qanaqa ona bo'lyapti, ham ilmni, ham onalikni qanaqa qilib baravar olib boryapti deyishing mumkin. Bir xil joyda men o'zimni onamdan o'rganmagan joyi haqiqatda qo'shnimizdan o'rgangan joyim ham bo'lganda, uni mukammal bo'lish uchun faqatgina onalikni yaxshi bajara olasang, o'sha keyinchalik hayotingda o'sha bolalaring qaysidir onani ko'rganda, onam shunaqa bo'lsalar edi degan afsus bo'lmasa, o'shandagina sen o'zingning yutug'ingga erishgan bo'lasan-da. Endi men bu narsani qanchalik uddaladim aytolmayman hali ham, lekin iloji boricha qaysidir onani ko'rganda, mani onam shunaqa bo'lsalar edi degan afsus bo'lib qolmaslik uchun harakat qildim. O'g'lim uchun ham, qizim uchun ham shu harakatni qildim. Yana shu narsani aytamanki, shu o'zim bir kam 60 da ilm oldimmi, ilm olishdan to'xtamanglar deyman. Qalbi Allohga bog'lab turib ilm olish. Ilm olganda ham men farzandimni zo'r tarbiyalamoqchiman, shuning uchun ilm olishim kerak deb emas. Alloh bergan ne'mating uchun behisob shukr. Ana endi bu ne'matni qanaqa qilib asrashim kerak, avaylashim kerak, menga tadbirni ko'rsatgin deb turib ilm olishni aytaman. Lekin o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi, o'sha sabrga tur berish kerak. Bu aytganingdek go'da meni qiynagandirsizlar, boshqa qilgandirsizlar. Unda ham yana o'zing ustingda ishlaysan-da. Qatta xato qildimki, bolam yolg'on gapirib qo'ydi. Qatta xato qildimki, bolam shu ishni yaxshi bajara olmayapti. Qatta nima qilib qo'ydimki, bolam bugun menga yolg'on gapirdi. Balki yolg'on gapirganini ham his qilarsan. Lekin uni yuziga qarab sen yolg'on aytyapsan deb uni qalbini jarohatlamaysan. Chunki uni yolg'on gapirishiga ham yana nimadir sabab bor. Uni tigini ko'radigan bo'lsak, yana nimadir sabab borki, u o'sha yolg'on gapirishga majbur bo'ldi. Ana uni tigini tushunishing uchun senga o'sha ongingni toza qilishing kerak, shu ilmingni rivojlantirishing kerak. U atilabdan bitta bilim yurtiga kirib o'qishing shart emas. Izlan. Mayli, hozirgi paytda izlanishi juda ko'p yo'li bor. O'shaning uchun vaqti kelsa, men sendan o'rganayotgan joylarim ham bo'ldi. Buni tan olish kerak. Sen mana psixologiyaga kirib kelganingdan keyin men sendan o'rganadigan joylarim ham bo'ldi. Shuni yana ishlab chiqaman-da, yana o'zingizga tatbiq qilib beraman. Vaqti kelsa, shunaqa narsa ham buni tan olish ham kerak. Lekin shunday bo'ldi. Xo'p, onajon, turmush o'rtog'ni yo'q kuni bo'ladi, bor kuni bo'ladi. Hayot bir xil ritmda ketmaydi, past va balandliklar bo'ladi. Lekin hozirgi kunda ayollarimiz Instagram olamidagi to'la to'kis xuddiki zo'r olam,
faqat sayohatli, pul, e, obro', e'tibor shu bilan ovora bo'lib qolishyaptida, o'zlarini eridan mani erim bunaqa emas. Buni eri sovg'a beryapti, buni eri moshina beryapti, buni eri sayohatlarga olib boryapti, mani hayotim yomon degan xulosaga kelib qolishyapti. Bunga qanaqa javob berasiz? Siz mana ancha yo'l bosib kelgan insonsiz. O'zim hozir mana 18 yillik hayotimni oladigan bo'lsam, aslida juda chiroyli hayotlarni bergan bizga ham. Ba'zi bir paytlarda nolishlarimiz bo'lgan va nolishimiz evaziga juda ham tushkunlikka tushgan kunlarimiz bo'lgan. Aslida bizda ham juda ham yaxshi insonliklarni bilmaganmiz. Hozir auditoriyamni yarmidan ko'p ayolda shu holat. Nima yechim bersak bo'ladiki, ularga o'zini hayotidan lazzatlana olsin. Masalan, mani o'zimni hayotimdan oladigan bo'lsak, doimo shukur qilganman-da. Shukur qilganingda lazzat olasan. Masalan, turmush o'rtog'ing yaxshi topmayotgan bo'lishi mumkin, lekin san turmush o'rtog'ing bor-ku yoningda. Turmush o'rtog'i yo'li qancha. Ana shuni o'ylasang, bitta shukur qilasan. Endi yoningda yana farzand ne'mati bo'lib turgan bo'lsa, yana shukur qilasan. Yaxshiyam shu turmush o'rtog'im bor, shu turmush o'rtog'im sog'lom. Allohning fazli bilan shu odam orqali menga ona bo'lish ne'matini berdi deysan. Shu agarda shukroningni ko'paytirgan saring, sani lazzating ko'payadi. Endi hozirgi paytda bundoq qarab tursang, yo'qman deganing bilan birov sani yoningga olib kelib qo'ymaydi. Mana yo'q ekansan, mana buni ol. Sen borlarni qatoriga qo'shil deyilmaydi. Uning uchun sen izlanasan, yo mehnating bilan, yo ilming bilan, ilm bilan mehnatni qo'shib qilsang, ana endi ham yana ham yaxshi. Masalan, bir xil aytadi-da, siz nimaga davlengiz oshib qoladi yoki nimaga yuringiz yomon bo'lib qoladi? Hamma narsa yetarli-ku. Chetdan qaragan odamga hamma narsa yetarli. Lekin bizda ham bo'lgan mashaqqatlar. Qanaqadir yopib ketgan bizda, o'sha er-xotin bir-biriga libos. Qanaqa libos? O'sha avratingni eng uyat joyingni bekitadigan libos o'sha er-xotin bir-biriga bo'ladi. Adini shuning uchun ham hurmat qilaman, adini shuning uchun ham yaxshi ko'raman. Hech qachon biza bor bo'lsak, borligimizni oshirib, toshirib, hovli qilib ham ketmaganmiz. Lekin yo'q paytimizda ham tushkunlikka tushmaganmiz. Bir-birimiz bilan tangamizni ham sanab keturganmiz. Hali bir simli tangamiz bo'ladigan bo'lsa, sen 60 teng ola qol desalar, men yo'q, menga 40 teng yetadi, sizga 60 teng ola qoling degan kunlarimiz ham bo'lgan. Keyin adinda shunaqa odat bo'lganki, doimo mas'uliyat bo'lgan. Hozirgi erkaklarga erkaklar kechirsin meni, lekin erkaklarda shu mas'uliyat yo'qolyapti deb bilaman. Agarda mas'uliyatni bo'yniga olsa, birinchidan men shu odamni eriman-ku, meni o'zimga yarasha vazifam bor-ku desa, endi men shu oilani boshlig'iman-ku, yana bitta mas'uliyatim bor-ku desa, men otaman-ku, nega endi hammasini onaga tashlab qo'yaman? Men qilishim kerak-ku degan o'zini maqsadi bo'lsa, bu ayollarimizga oson bo'ladi. Endi ayollarimiz o'sha boriga qanoat qilish kerak-da. Endi birovni kimnidir eri bir buket gul sovg'a qilar, kimnidir kechagina bayramda, kimnidir eri balki mashina sovg'a qilgandir. Endi imkoniyating bir buket gulga yetib turganda, yo menga mashina sovg'a qil deysham, bu uyatda endi. Kimdir yaxshi bir to'rt olib kelar. Lekin endi u to'rt olib kelgan odamga nega brilliant olib kelmading deb janjal qilish ham yoki nolib qo'yish u ham to'g'ri emas-da. Keyin shu joyda aytganingizdek, Ibrohim surasi 7-oyatda keltirilganda, shukur qilsak, biz ularni bor berayotganlarga, ular hammasi Alloh orqali kirib kelyapti-ku bizga, o'z-o'zidan kirib kelmayapti. Shukur qilsak, ziyodasini Allohga berishiga amin bo'lgansiz-da. Mana siz juda katta misolsiz-da. Aytasiz-ku, adini mashina haydashlarni tasavvur ham qila olmas edim.
adiylarga bir kun savol berganmanda, adasi pulingiz ko'payib ketsa nima qilasiz desam, ishonasanmi yo'qmi, ukalariga, akalariga, hattoki pochchalariga ham niyat qilganlarda mashina olishni, lekin o'zlariga mashina olishni niyat qilmaganlarda. O'shanda aytganmanki, nega o'zingizga niyat qilmaysizmi mashina olishni desam, men mashina haydashni bilmayman deganlarda. Ana undan keyin qachonki o'sha 40 dan oshganda mashina haydashga o'rgandilar, undan keyin mashina berdilar, hayda oladilar. Sekin sekin bo'lib ketdi hammasi. Bizni faraz qilmaganmiz-da, mashina haydash xayolimizga kelmagan. Sekin sekinlik bilan bo'lgan, Xudoga O'sha shukr. adami gaplari ko'p qulog'im tagida jaranglaydi-da. Kim o'ylabdi deysan, muxlis? Menda shunaqangi Allohim omad beradi. Qo'sha uylar qilaman, qayta yangi mashinalar haydayman deb. Ering haqqiga duo qilur, ering haqqiga duo qilur dedilar-ku. Endi ko'p narsani to'g'risini aytsam sajdadan topganman deyman o'zimga o'zim. Men shu adayni haqqilariga haqiqatda ko'p duo qilardim. Sajdada so'rardim, ko'p narsani sajdada so'rardim. Allohning fazli karami bilan shu narsa berildi-da. O'sha sajdada so'raganingni beradi deganda Allohim berdi-da bizga. Hech mana noliydigan joyimiz yo'q-da. Eng asosiysi o'sha shukr qilish bo'ladigan bo'lsa, mana shu bizada shunaqa qiyinchiliklar, farzandlar yo'qotishlar, shunaqa nima deydi, tuhmatlar bo'lgan taqdirda ham biz bir-birimizga ishonganmiz-da. Farzand yo'qotgan paytimizda ham bir-birimizni ko'zimizga qarab ovunganmiz, bir-birimizga qarab dalda bo'la olaganmiz-da. Mana shu hattoki xiyonatda ham menga tuhmat bo'lganda adang menga bir og'iz aytmaganlik. Shu yaqinda endi so'radim, nega meni o'shanda himoya qilmagansiz desam, kimdan himoya qilaman? O'zim ishonib turibman. Boshqalarning gapi menga umuman qizig'i yo'q. O'zingni yaqinlaringdanmi, boshqadanmi hech kimdan himoya qilishni hojati yo'q. Alloh bilib turibdi, o'zim ko'rib turibman. Senga hech qanaqa himoya kerak emas dedilar. Shuni mukofoti bo'lsa kerak-da, qayta Allohim o'zini baytiga chaqirdi. Qayta qo'l ushlashib Ka'bani tavof qilish, yelkingdan ushlab turib nomahramlardan himoya qilib tavof qildirish, qo'lingni ushlab turib sa'y qilish, bundan ortiqcha baxt yo'q-da. U 10 ta Malibudan 10 ta BYDdan yaxshi mukofotni olib bo'lganman-da men. Alhamdulillah. 10 ta hali Sharm Shayx deysammi, 10 ta Karlovarlar deysammi, almashmayman-da men o'sha borgan umramga, borgan hajimga almashmayman u narsalarni. Albatta. Turmush o'rtog'ini aslida yomon deyotganlar endi ayblash bu hozir ga o'tib qolmasin o'quvchilarni yoki kimdirlarni. Aslida o'sha inson o'zini isloh qilib olish kerak deb o'ylayman. Turmush o'rtog'im yomonlar, ichyaptilar, chekyaptilar yoki ro'zg'orga qaramayaptilar, bolalarni tarbiyasiga qaramayaptilar deyotgan ayol aslida o'zini isloh qilsagina natijalar quvonarli bo'lishini hozir mana sizdan yana Yo'q, isloh qilganda hamchi nima uchun ichyapti ering? Nima uchun ichyapti? Nima og'riq borki o'shani ichib yopyapti? Sen unga o'shanga quloq solgan oldin. Qaysi vazifangni bajara olmadingki, Alloh senga shuni to'g'rilagin deb shunaqa turmush o'rtog'ingga shunaqa salbiy oqibat berib qo'yapti-da. Qattiq to'g'rilasang, ering senga to'g'ri bo'lib, ana ro'parangga chiqib beradi-da. xohlaganingdek yana, Xohlaganingdek qilib chiqib beradi. Bizda ham hamma narsa bo'lgan silliq bo'lmagan, bo'lish, misol uchun. silliq bo'lmagan, o'zi silliq bo'lmaydi ham. Turmush deb o'sha mushi borki, o'sha mushi tegib qoladi-da senga. Allohga behisob shukr, u mush deganda musht bilan urush emas, turmushni o'zini mushi-da u. Lekin avvalambor o'zingni to'g'irlaysan-da, u eringni to'g'irlamaysan, sen o'zingni shu birinchidan ayollik, shu Jozibasi, energiyasi. ayolligingni qanchalik bajarvasan.
San bir erkakni ayoli bo'ladigan bo'lsang, o'sha xonadonni kelinisan, o'sha uyni bekasisan, o'sha uyni, o'sha farzandlarni onasisan. Yana opa singilchiliging bor bu yerda. Saldan keyin quda andachiliging bor, qo'ni qo'shnichiliging bor, qarindosh urug'chiliging bor. Hammasini qay darajada bajara olasan? qaysinisigadir xiyonat qilsagina kamchilik boshlanadi aslida. Asli tegi ayollikni zo'r qilib qo'ysang-da, xo'p, eringga zo'r uxot qilyapsan, zo'r qarayapsan, lekin farzandingni tashlab qo'ysang, unda nima bo'ladi? Noqobil farzandlar. Lekin onalikni zo'r qilib qo'yding. Zo'r erkatoy, o'zing xohlagandek tarbiya qilmoqchi bo'lgan farzandingga qarading. Eringni tashlab qo'ysang nima bo'ladi? Endi yo'q, men erli odamman, men bolalarim bor desang, lekin jigarlaringni unutib qo'ysang, unda nima bo'ladi? Qaynona kelin Endi munosabatlari yo'q, bor yana. jigarlarimni ham dedim, lekin qayni bo'yning turibdi, qayni bo'yni rozi, Xudo rozi deb qayni bo'ynini rozi qilishga qancha tirishib ko'rasan. Endi u yoqni tashlab, buni hammasini baravar yukka baravar olib ketishing kerakda. Qaysi biridir hali qaysi biridir tepada, qaysi biri pastda, qaysi biri o'rtada qolib ketish kerak Balans emas. qonunida hammasi. Endi bu hamma balansni mundoq olib ketayotganingizda ilm bo'lsagina olib ketar ekanda, onajon. O'shaning uchun ham onamga rahmat deyman, otamga rahmat deyman, yaxshi ham oliy ma'lumotli qilishgan. Hozirgi paytda oliy ma'lumotli bo'lgin deyapti-da, lekin ishlatmayman deyapti. Nima uchun? Chunki o'sha farzandingni oliy ma'lumotli ona tarbiya qilsin deyapti. O'shaning uchun ham balki oliy ma'lumotliga intilish ham kerak deb o'ylayman. Saviyani chiqarib yuborishing uchun ham endi ilmsiz bo'lish qiyin-da, o'sha hali beshikdan qabrgacha ilm izla degani shu bo'lsa kerak menimcha. Mana qaynonalik san'ati ham bor-da. Qaynonalik san'ati deganda shu qaynona ekanman deb bo'ldi emas-da. Mana shu masalan menda hali kelinga bo'ladigan tajriba yo'q-da. Menga bir xil aytadiki, siz hojona nasihat qiling, mana shunaqa bo'lyapti deyishadi. Men aytaman, uzr, men hali kelin olganim yo'q-ku. Bu gapni aytishga uyalaman. Balki yoshi jihatdan mendan yoshdir, 45 yoshdir. Lekin kelini bilan 2 yil, 3 yil yashab qo'ygan bo'lsa, men unga aql o'rgata olmayman. Chunki u kelin bilan yashadi, o'shani hayotida ko'ryapti-da. Ama hali uni ko'rmaganim uchun shu tomondan hali o'zimni yana ham ilmda yana ham tayyorlayapman o'zimni. Izlanishdaman hali ham. Izlanishdaman. Qanaqa qaynona bo'laman? Qizg'anchiq qaynona bo'lmaymanmi? Juda ham talabchan bo'lib, qaysidir bolani, qaysidir kimnidir bolasiga zulm qilib qo'ymaymanmi? O'sha uydagi muvozanatni, qiz bilan kelinni muvozanatini to'g'ri olib bora olmaymanmi? Mana shu sohada o'zim hozir izlanishdaman lekin. Shuning uchun bu bir Tursunoy Sodiqova aytuvdilar, shu anaqa qaynona bo'lish uchun ham bir anaqaga jangga kirish degandilar-da. Lekin men jangga kirish deb bilmayman buni. Ilm bilan bir oqimga tushish deyman-da. Jangga kirish deb, masalan, men o'zimga 18 yosh, 19 yosh bir qizni raqib bilmayman-da. Hayotda oqimida baravar o'sha bilan suzish deb o'ylayman. Endi hayot ko'rsatadi. O'ziga yarasha dunyosi, hammani o'ziga yarasha fikrlashi bor. Onajon, o'zi namunali kelin, namunali qaynona degan ibora bor bizada. O'zi aslida qanaqa bo'lish kerak? Namunali kelin qanaqa bo'ladi-ku, namunali qaynona qanaqa bo'ladi? Va oilada ikkalovi inson birlashib yashasa, ya'ni tili tiliga, qalbi qalbiga tushib yashasa, bu
kuyovga, ya'ni o'sha erkakka, oilani erkagiga bu judayam katta motivatsiya, ustun bo'ladida. Chunki men o'zimni hayotimda oyijon bilan biz ahil bo'lsak, ona boladek maza qilib yashasak, turmush o'rtog'imdan baxtli odam yo'q. Lekin mana 2 yillik, 3 yillik, 5 yillik, 10 yillik turmushlar bor. Erta ham nolishlar ketyapti. O'zi qanaqa bo'ladi shuni ilmi? Endi bunichi bitta qolipga sololmaymiz. Mana shu namunali kelin degan qolipga sololmaymiz. Yoki bo'lmasa mana bu namunali qaynana degan qolipga sololmaymiz-da. Masalan, men kunduz kuni ishlaganman, kechqurunga o'qiganman. Balki o'shanda men ham namunali kelin bo'lmagan bo'lishim mumkin. Chunki kunduz kuni ishlaganman. Men oyimlarga aytganman, oyi ishlamaymi desam, yo'q bolam, dekretgacha ishlang, keyin stajingizga ketaveradi deganlar. Kunduz kuni ishlaganman, kechqurun o'qiganman. Kelganimdan keyin yana o'sha kelinlik xizmatini qilishim kerak bo'ladi. Turmush o'rtog'ingga yor bo'lishing kerak bo'ladi. Ertalabda ishchi bo'lishing kerak bo'ladi. Undan keyin student bo'lishing kerak bo'ladi. Uning uchun bir qolip yo'q. Ayniqsa hozirgi paytda bir qolip yo'q. Faqat bu hozirgi paytda namunali kelin bo'lish uchun masalan o'sha kelgan xonadoningni birinchi yaxshi ko'rishing kerak. Yaxshi ko'rishing kerak. Kelganingda voy zo'r 2 xonali, 2 etajli, zo'r uchastkaga kelin bo'ldim deb emas. Alloh menga nasib qilgani shu ekan deb o'sha xonadonni yaxshi ko'rish kerak. Mehr. Mehr. O'sha xonadonni egalarini hurmat qilishing kerak. Balki seni qaynanang oliy toifali vrachdir. Balki seni qaynanang oddiy poliklinikani farroshidir. Balki uyda o'tiradigan bir bekadir. Uni sen o'zingni mehring bilan uni qamrab olishing kerak-da. Shuni shu yaxshi ham shu odam bor ekan. Shu odamni o'g'li bor ekan. Meni xonadonimga kelib, meni kelin qilib olib ketdi degan yaxshi shukrona bo'lish kerak. Masalan, biz sizlar 3 ta qizga bitta uy qilib berganmiz-da, 3 ta kravat qilib berganmiz. Endi kelin bo'lganinglarda hammanglarga ikkita-ikkitadan uy berildi-ku. Masalan, demak, men o'sha narsani qilib bera olmadim sizlarga. Uchalaringlarga ikkita-ikkitadan 6 ta uy qilib bera olmadim. Lekin sizlarning qaynananglar qanday sharoitda bo'lsa ham ikkita-ikkitadan uy qilib berdi. Buni hurmatini qilish kerak. Masalan, qilgan sarpasida ham emas gap, qilib bergan to'yligida ham emas gap. Odamiyligi. Birinchidan sen o'sha xonadonni kelini bo'lib bording. Saldan keyin sen o'sha xonadonga endi beka bo'lib, uy ro'zg'ori hammasini senga berishdi. To'g'rimi? Masalan, burungi buvilarimiz aytishardiki, har bir taomni ham tahorat bilan qilsang, buni ichgan odamning xotirasi pasaymaydi, xotirasi kuchli bo'ladi. Iloji boricha o'sha halol, pokiza holatda tayyorlashga harakat qilgan. Ana endi uni natijasini ko'rasan. U o'zidan o'zi namunali. Endi qaynanalarga nima deymiz? Qaynanalar, namunali qaynana qanaqa bo'ladi desa, namunali qaynana masalan o'sha olgan keliniga behisob shukur bolam boshini ikkita qilib qo'ydim deyishi mumkin. Aslidagi shunaqa narsa borki, 9-20 ga chiqquncha o'g'lini eplolmaydi. Bo'ldi, unga nima tarbiya bersa berdi-da, shuni o'ylantirib qo'ysam, boshini ikkita qilib qo'ysam, yaxshi bo'lib qoladi, yaxshi bo'lib qoladi deyshadi. Aslidagi sen 40 ga chiqib, 45 ga chiqib eplolmagan bolangni 18 yoshli, 19 yoshli bir qizaloq qattiq eplaydi. Ana endi 1 yil o'tadi, yarim yil. Eriz unaqa qilyapti, eriz bunaqa qilyapti. Eriz mana bunaqa qildi, bunaqa. U qiz hali nimaligini tushunmayapti, erini nimaligini tushunmayapti-da, unga otiladi hamma toshlar. Sen oldin namunali qaynana bo'lish uchun namunali ona bo'l. Namunali o'g'il tarbiya qilib qo'ygin-da, ana undan keyin namunali kelinni talab qil. Endi
sekin sekin qilasan, o'zingni yoshligingni esla. 18 yoshingda nima qila olagansan O'shani san? ayting. Endi qaynona 50 yosh, kelin 18 yosh. Ikkalovi bir-biriga ular bir dushman deymi, yo bir o'ljasini talashgan, anaqa deymi, bir ajoyib holatlarni ko'rib qolasanda. Aslidagi unisi ham, bunisi ham bir odamni yutug'i uchun kurashyapti. O'sha Lekin erkakni rivojlanishi, Shu. barakaga kirishi, o'sha o'zini o'rnini topishi uchun yordamlashib yuborish kerak. Bu Ha? ikkita ayol deb o'ylayman. ikkita ayol. Hmm. Endi mana shu qaynonalar menga uzr deyman, lekin qaynonalar birinchi navbatda o'zini xatosini tan olsin. O'zi bir ko'rsang anaqa tarbiyasi bo'lmaydi, yoki ichadigan bo'ladi, yoki chakadigan bo'ladi, yoki ozgina bo'lsa ham narkotikka aralashib qolgan bo'ladi, lekin ular qanaqa kelinni talab qilishadi. Endi Ilmli, ziyoli, sabrli, mehnatkash, tiljag'i yo'q kelinni. U endi juda qiyin narsa-da, pokiza ayollar, pokiza erkaklar uchun degandek qayerdadir bundoq birlashib qoladi-da endi. Uning uchun san o'zingni oldin o'sha namunali qaynona etaloniga tushishing uchun namunali ona bo'lib ol. ilm betdi yana onajon. Yana ilmga taqaladi. O'rgan, izlan. Endi faqatgina bunda Allohning fazli karami bilan o'sha qanaqadir o'zingni mana bunaqa kesishadigan joyingni to'g'rilab olishing kerak-da. Lekin u o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi-da, namunali. Avvalambor o'sha shukr qilasan, o'sha 18 yoshli qizni oldingmi, uni bundoq noto'g'ri chiqib qolgan shoxchalarini bundoq tekislab uni to'g'ri qilib o'stirishing kerak. Uni o'sishi uchun hali suv quyib turasan, unga o'g'it berasan, o'sha suvimiz, o'g'itimiz yana ilm bo'ladi. Mehr bilan yana. Mehr bilan. Endi hadib 2 mahal ko'chani sipirtir, 2 mahal hovlini sipirtir, undan foyda yo'q. Qani xo'p, ovqat qilayotganda kimdir aytadimi, bolajonim ovqatingizni qilib bo'ling-da, ovqatingizni, gazingizni past qiling-da, ibodatingizni qilib chiqing, namozingizni o'qib chiqing degan qaynonalar bor bo'lsa kerak, lekin juda bundoq qo'l bilan sanoluvdi. Yoki bo'lmasam o'sha kelining homilador bo'ldi. Xo'p, ilmsiz kelin olding, lekin bolajonim bir Qur'on ilmiga tushing degan kelin bormikin? Qaynona bormikin? Endi ozgina bo'lsa ham ilm olsangiz, Xudo xolasa bu yog'i yaxshilikka boshlab, bolalarim, nevaralarimni bir ilmli, oqila ona bo'lib tarbiya qiling deydigan o'sha namunali qaynona bormikin? O'sha ham Ko'payishini istaymiz, lekin ko'payishini Qur'on istaymiz. ilmidan ham oldin o'sha aytganingizdek qaynonalarga ham, kelinlarga ham aslini o'zi judayam Alloh tarafidan yaratilgan bir mo'jiza ekanligini, unda aql, idrok, tafakkur berilgan, lekin buni ishlatmayotganini tushunib olishlarini istardim-da men shaxsan. Uni ishlatmayapti demaysan, ishlatganda o'zini foydasiga ishlatadi. Xo'p ham ishlatadi. Lekin kelinni foydasiga kelganda shu ishlamay qoladi. Unda dangasalik qilib qo'yishadi deyman men. Qizg'anchiqlikmi bu yerda? Endi kimdadir qizg'anchiqlik, kimdadir o'sha hadib ovuradi-yu, berishni bilmaslikdir balki. Masalan, men shunaqa qaynonalarni bilaman, o'sha nimani kelinni boriga shukr qiladi. Kelinni bor tabiatidan kelib chiqib, o'sha bolamga yoqyapti shu deydi. Bolamni tanlovi bu deydi. Bolamni tanlovini men hurmat qilaman deydi. Meni o'zim ham masalan shunga tayyorman-da. Bolamni tanloviga men ham 2 qo'limni ko'tarib, demak, bolamni tanlovi, demak, qalbini zabt etdimi, demak, bunda nimadir bor. O'sha nimadirni topib olishing kerak. O'sha nimadirni topsang maza qilasan. Ana undan keyin sekin unga o'sha aytganimizdek ozuqasini berib,
bundoq tekis qilib to'g'irlab olasan. Bu Mana shu yo'q, mana endi to'g'irlanmagan daraxt nima bo'ladi? Qiyshuv qing'ir chiqqan daraxt nima bo'ladi? Qo'pol qilib aytganda oyog'ing tagida ko'pruq bo'lishga yaraydi. Agarda san tekis o'stirgan daraxting bo'lsa, unga bir naqqoshlar o'ymakorlik nimasini bezagini berib turib bir saroyi obod qilib qo'yadi-da. O'shaning uchun u hali daraxtimizni qanaqa tekis o'stirish avvalambor onalarga, onalardan keyin qaynanalarga bog'liq bo'ladi-da. O'sha qaynanada ham qaynana ilmi bo'lishi kerak-da. Yana ilmga taqaladi. Yana ilmga taqaladi. Buni tan olmasak, agarda menda shunaqa imkoniyat bo'lganda o'sha ozgina bo'lsa ham qaynanalik ilmini, qaynanalikka kirayotganlar qaynanalik ilmini olsin degan bo'lardim. Endi hamma narsa sen o'ylagandek bo'lavermaydi. Faqat shunga sabr qilamiz. Lekin har bitta qalbning ichida mehrga tashna bir yurak bor-da. Mehr bersang, mehr bulog'ini unga ochib qo'ysang, uni yaxshiligini e'tirof qilib tursang, menimcha hech qaysi bir kelin, hech qaysi bir qaynana yomon bo'ling, sen bilan urushing demasa kerak deb o'ylayman, shaxsiy fikrim. Chunki mana ojonim xizmatlarini qilyapman, bu jonim xizmatlarini qilyapman. Har gal ularga rahmat deyish, xo'p deb turish, ularnikini o'sha ma'qullab turish, ichimda bo'ladimi, o'sha tashqimda bo'ladimi, ularni pluslarini sanab, bekorga bu oilaga kelmading muxlisa deb turish bilan katta yutuqlarga erishganim uchun aytaman-da, qizlar, ichingizda nima deb o'ylayapsiz qaynanangiz to'g'risida? Mana masalan oddiy narsa, mana endi hali aytamiz, masalan, sen bosh farzand bo'lganing uchun bizga juda hali bir erkatoy qizliging ham bo'lgan. Mana endi o'zing kelin bo'lganingdan keyin, ona bo'lganingdan keyin o'sha erkatoyligingni o'rnini nima bilan qoplading? O'zingni solishtirgin, ilm bilan erkatoylikni olib tashlading-da, uni o'rniga nimani kirg'azding? Sal ziyrakroq bo'lding. Bo'ladi deyishim ko'paydi. Hali g'ururingni pastroqga tushirding. Yana nima deydi, boshqalarga mehr ulashadigan bo'lding. Endi sen faqat mehr oladigan emas, endi sen mehr beradigan bo'lding. O'shani hisobiga sen bundoq sekin ko'tarilding. O'zi bu bumerang qonuni bizdan oldin ham ishlagan, bizdan keyin ham ishlagan. Masalan, men buvlarimga kelin bo'lib ketganimdan keyin ham buvlarimga mehr berdim. Onamga qarashdik. O'shani hisobiga nima qildik? Hozir sizlar kelasizlar, shunaqa mehr berasizlar. Biz haqiqatda shu uchala qizni mehridan haqiqatda bir daryodek maza qilamiz-da. Maza qilamiz. Chunki biza ham berdik-da. Biza ham berdik. Buvlarimizga berdik. Sizlar yoshliginglarda sizlarga berdik. Ana endi oladigan paytimiz. O'sha qaynanalar ham avvalambor mehr bersin, undan keyin mehr olsin. Mehr bermay turib mehr olishni endi u juda ham ajoyib narsa-da. Endi lekin o'sha avval mehr beradigan kelin uchrab qolsa, seni baxting. Agarda oldin u mehr bersa, undan keyin men mehr olganimga yarasha beraman deydigan bir xilla bor. Vazifam shu, kelinlik vazifam. Mana shuni qilishim kerak deydi. Vazifam deb qilib ketadi. Masalan, bizdagilar shu vazifamizga astoydil kirishib ketganmiz. Ana endi o'shaning uchun ham rohatini endi ko'ryapmiz. Allohga behisob shukr. Men hozirgi kunga, hozirgi sinovlarda sizlarni ko'zinglar to'q qilganimiz, qalbinglarni mehr bilan to'ldirib yuborganimiz uchun bu sinovga shunaqa turib beryapsizlarki, o'sha to'q bo'lganinglar uchun bizdan olamiz demyapsizlar hozir. Faqat sizlar beramiz deyapsizlar. Behisob shukr deyman-da. Chunki buni hayotda ko'rdik-da. Bittasi siz o'sha aytganingizdek oila mana adam, siz juda katta berdingiz, olayotganingiz, beryapsiz, olayotganingiz. Ya'ni siz bitta bergansiz bizning nazdimizda, lekin olishingiz 10 ta bo'lib kelganda biz yaqqol sizlarda o'sha misolini ko'ryapmiz. Onam, otam shu holatda go'zal bir holatga o'tishdi.
shu baribirga ham aytganingizdek oliy ma'lumotli ota onani farzandi bo'lganimiz bizani yutug'imiz aylanib kelib o'qishga kelamiz mana. Qo'limizga pul tushsa, birinchi ko'yni sotib olamiz yoki qayergadir restoranga borib kelamiz emas. Meni shaxsiy fikrim ilm olaman. Qayerda yana yaxshi ustoz bor ekanlar? Yana qaysi ustozdan ilm olsam ekan? Ustozlarni tanlab boraman, bilasiz. Doimiy topganimizni aylantirib juftimga ham buni aytganman. Adasi, ruxsat bersangiz, mana kelayotgan daromadni 70% ilmga ajrataman desam, ruxsat berganlar o'zlari ham. O'qivering. Bemalol bolalarni tarbiyasi u sizga bog'liq. Chunki haqiqatda 3 ta o'g'il, mana bitta qizni tarbiya qilayotgan bo'lsak, hali men qiz tarbiyasida juda ham bir yetuk darajaga chiqa olmaganman, lekin o'g'illarda alhamdulillah chiroyli natijalarimni ko'ryapman. Qizimga ham imkon qadar chiroyli tarbiya berishga harakat qilaman. Aytganingizdek, siz hali mana kelin olib uni tarbiyasiga kirisha olmaganingizda, men hali bittagina qizimga hali u darajaga chiqa olmadim. Aytganingizdek, ilmdan to'xtamaslik. Ilmdan to'xtamaslik siz keyin shu yoshingizda mana xonangizga kirsak, kecha ham singlim bilan yig'ishtirdik uylarni, kamida 30 ta kitobingiz turibdi-da. Kamida 30 ta kitob, ruchka, daftarlar, rangli anu qalamlar, ruchkalargacha to'g'irlab qo'ygansizda. Onajonimni qara, haligacha ilm oladi, haligacha kitoblarni qara deb to'g'irlayapmiz-da. Uyimga kelib ham aytdim. Yaxshi ham ilm yo'lini berding, Robbim. Kimnidir g'iybatini qilish uchun, kimnidir hayotini kovlash uchun, kimnidir pulini sanash uchun, kimnidir nimadirga havas qilib o'zimizni ich etimizni yeb, yaxshi emas hayotda emas, ilm olish dardini berib qo'yganda, ilm oluvchi va ilm tarqatuvchi yo'lida bo'lganligimiz bu bizning katta yutug'imiz. Shunga nima deysiz mana? Umuman aytishadi mana biza qishloq sharoitidamiz deyshadi yoki chetroqda yashayapmiz deyshadi. Lekin men aytamanki, sizni qo'lingizda telefoningiz turibdi. Telegram, Instagram, YouTube, butun dunyo ilmi telefonning ichiga hozir tayyor qilib qo'yilibdi. Biz ustozlardan ilm olganimizni bundan mana 10 yil, 12 yil ilgari o'zimga qaytadigan bo'lsam, birga bir ustozni oldilariga borib, o'sha vazifalarni qilib, kerak bo'lsa xonalarni ham yig'ishtirib qo'yib, kutib turardik. Ustoz kelib dars o'tib bersalar bo'ldi bizga. Masalan, sani ham qaysidir ovozingni eshityapti-ku, o'sha qaysidir qishloqdagi odam sani ovozingni ilm oling degan ovozingni eshitdi. Shuni o'zi Allohdan kelgan bir signal-da. Qani endi ilm olishim uchun nima qilishim kerak? Senga bitta signal keldi. Endi ikkinchi qadamni tashlasan. Ikkinchisi nima qilishim kerak? Qani nima qilsam ilm olishga kira olayman deb. Senga eshiging taqillatib keldi u signal. Endi eshikni ochgin, undan keyin ilm senga kirib keladi. Qadam tashlash baribir insonning o'zida. Baribir qadam tashlash insonning o'ziga bog'liq bo'lib qoladi. Rahmat onajon, siz bilan juda ham foydali, kerakli dars bo'ldi. Bunaqa suhbatlarimiz davomiy bo'lib tursin. Niyatim bir oyda bir marta bo'lsa ham, bir oyda 2 marta bo'lsa ham shunaqa ijobiy anaqa sifatlarni o'ziga jamlagan ayollarimiz, qizlarimiz uchun, farzandlarni katta qilish uchun shunaqa darslarni siz bilan birgalikda tashkillashtirishga Alloh kuch-quvvat bersin. Sizga ham ilmlaringiz yana ham ziyoda bo'lsinki, bizani boshimizda duogo'yimiz bo'lib, otam bilan umringiz uzoq bo'lsin. Yolg'iz ukamni rohatini ko'rib, to'ylarini ko'rib, ular nabiralaringizni boqib, keliningizni ham haqqilariga duo qilib, kelinim qizlarimdan ham aqlli, kelinim qizlarimdan ham ilmli degan o'sha yaxshiliklar bilan mukofotlasin ilohim. Bizlarni kuzatayotgan o'quvchilarimizga, auditoriyamizga o'zingizni maslahatlaringizni bersangiz, oxirgi nima qilishsinki ilmga chiroyli kirib kelsin? Nima qalbda nimani o'zgartirsinki qalbdagi qorayib yotgan bir nuqta erib ketsin? Tavsiyalarimdan eng birinchisi Allohga bog'lanish deyman. Birinchi galda Allohga bog'lanamiz, undan keyin ilm olish yo'lini izlaymiz. Yo'q, endi hozir 21-asr, texnika asri, hech qanaqa sharoitim yo'q deydigan, bahona o'tmaydigan paytda o'zlarini aldashyapti-da, aka shunaqa deysiz. Hozirgi baribir har qanaqasiga ilmga taqaladi-da. Uyda 4 devor ichida nima emas,
Xoh kechasi bo'lishi mumkin, xoh ertalab bo'lishi mumkin. O'zingni tayyorla, ilm olishga tayyorla. Chunki ko'p narsa hozir farzand tarbiyasi ham baribir ilmga taqalyapti. Uy ro'zg'or, yumushlarni qilish ham baribir. Hamma ishingni zo'r qilib qo'ygin, lekin mana bu til gapirmasa, til aylanmasa, u ham qiyin narsa bo'lib qoldi. Shuning uchun ilm oladigan yo'lni tanlasin. Ilm olgandan keyin uni mashaqqatiga yutug'i bo'lguncha, o'sha zinasiga chiqmaguncha turib bersin. Yo'q, qo'rqyapman deb xuddi narvonni tepasiga chiqqanda o'sha qo'rqinchli tuyulganda, yo'q bu yog'iga chiqa olmayman, qo'rqaman emas. O'shani oxirigacha, o'sha tomigacha chiqishda davom etsin. Erga chiqishgandan keyin lazzati yana insonni o'ziga bo'ladi. Xudo xolasa, iloyim hammamizga ham nasib qilsin. O'sha beshikdan qabrgacha ilm izlang degandek, ilm bilan bo'lib, farzandlarimiz uchun, oilamiz uchun, qo'ni qo'shnimiz uchun ham kerak bo'ladi. Oddiy mana shu avtobusdan, taksidan ketayotganda ham o'shani o'zini ilmga chaqirib qo'yishing mumkin-da. Masalan, bir ro'zani kuni sigaret chakib ketayotgan shofyorga ham aytishing mumkin-da. Hoy bolam, ro'zani kuni uyat-ku. Sen nimaga ishonib, nimaga asoslanib aytyapsiz deydi. O'shani ikkita hadis bilan aytib bersang, o'sha ham bo'ldi onajon, men sizni eslab qoldim deydi. O'shanga ham ilm kerak, aslitigini olsang. To'g'ri. Ilmsizlikdan kelib chiqyapti-da aslida hamma narsalar. Rahmat onajon, xush kelibsiz. Joningiz sog' bo'lsin, otam bilan umringiz uzoq bo'lsin. Bizani rohatimizni ko'rib, nabiralaringiz rohatini ko'rib, shunaqa ilmda talib ilm bo'lib yuravering. Talib ilmman, hali ustozlik darajasiga yetdim deb ham da'vo qilmayman. Hali ham tolibaman-da. Ilohim ustoz darajasiga yetish nasib qilsin ilohim. Xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Hurmatli obunachilarimiz, onajonim bilan siz uchun tayyorlagan darsimiz juda ham xayrli, foydali, manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Ilm olishdan, o'zingizni o'zgartirishdan aslo qo'rqmang. Ilm olarkansiz, dunyoyingiz o'zgaradi, so'zlaringiz o'zgaradi, qalbingiz o'zgaradi. Va buni natijasida siz istagan barcha eshiklar osonlikda ochilinadi. Joningiz sog' bo'lsin. Yana qayta ilmda, go'zal suhbatlarda uchrashguncha omon bo'ling.